Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 5-may 2026-yil. Bugunga kelib teplitsamizda nimalar qolgan ko'rsatib o'taman. Mana ular zakasiga ekib berganman. Cheri pomidor, bodringchalar. Xo'p, bir chekkadan ko'rsatadigan bo'lsam, birinchi partiyada petuniya ekkanmiz, shafron ekkanmiz, salviya ekkanmiz, chinigul ekkanmiz. Ular tugadi. Endi undan keyin bo'shagan joylarga mana bunday katarantus, gultoji xo'roz, salviya ekib qo'ygandik. Bular ham bo'lib qoldi do'stlar. Gultoji xo'rozni boltalisi, salviya, gultoji xo'rozni piramida holati. Katarantusga hali ozgina bor, bir 15 kunligi bor do'stlar. Rayhon bor, globusli sada rayhon. Esmeralda tugadi, birinchi partiya salviya tugagan. Xo'p, bizda mana bu yerda mana bunday shafronlarimiz bor do'stlar. 10 mingta, 5 mingta sariq, 5 mingta oranjoviy rangimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, mana shunday gullar aloqaga chiqaveringlar. Xrizantemamiz ham bor. Stakanda, niholchali, naval ildizi bilan. Naval ko'chat. Telefon qilaverasizlar do'stlar, gul masalasida. Qo'limizdan kelgancha bor yo'q qilib bitirib beramiz ishlaringda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.